G'arb Sayat namlıq əsərdə nək sahib camallarını bilirsiniz. Həm də G'arb Sayat namlıq əsərdəki sahib camallara qarşısaq, ularning güzəlligi və ya sanının köplüğü, bu cəhətdən heç qaysı 4 klassik əsərdəki heç qaysıga uturib qoymaydı. Mayli san, mayli güzəllik cəhətdə. Hətta buningdan başqa əsərlərdən bu hamısını besib düşəlaydı. Şundan emasmı? Lekin biz qarşısaq, bu G'arb Sayat namlıq əsərdə hər qandaq bir ko'rinmanning ko'rish nuqtasi bu sahib camallar emas. Sahib camallarga bek diqqat qilib ketmaydi. Aksiyamiz sunukunglar bekarak diqqat qilamiz. Sahib camallar bizni ancha jalb qilmay qoldi. Nimishqa shunday bo'lib qoldi. Biz nimishqa sahib camallar qaraganda bu tushlik maymuni bekarak yoqtiramiz. Undan so'ng bu mazmunni o'rtaqlashib baqildaydigan do'stlar, meni go'nja qilib birdan nafs yurganlarni oyimay Filmning davomida diqqat qiling. Sunukung aynili Ershorusni malman qilib, Amitabh Buddha tarafidan Anasur tig'ining ostiga 500 yil bostirib qo'yilgan vaqtning o'zida haliq bir kichik bola buni yo'qlab keladi. Buni qiyshib kelib birdan yov shaptulni uzib turdi. Sunukung shunda qo'shilib, shunchalik astoydillik bilan pokiz urug'chilargacha pokiz yeb ketdi. Biroq haliq 500 yil burun Ershorusga necha ming yilda bir pishadigan to'g'ash bazmaslik shaptullarni yeganda-chu bir tishlabli otiti yeni birisini oldi. Biroq ma yov shaptulni shundaq astoydillikla yeb ketdi. Nimishqa? Endi mush bola bu sunukungla xo'shlashib, "Xo'sh, men ketdim" deb ketgandan keyin sunukung chiroqlar uchun shundaq qarab ketdi. Qalsing soysiz ketkicha. Ya'ni bu ko'ngil qayozni sunukung necha 10 yillargacha unutib qolmaydi. Mushar zamni ko'ngilga bir gapni qo'shib o'tdik. Men har qatim kichik vaqtimda G'arb Sayat sunukung mush manzilni ko'ygan o'zida o'ylab tushdim-da, yosh kichik bola men bo'lib qolgan bo'lsam, sunukungni olib jeyx shaptullarni uzib birdi. Aram bir tal uzib berdi, sunukungni qo'sqiga ketgan bu jeyx shaptullarni uzib birib, yeni keldim. O'yinchoqlarimni og'ash bardim, bu deb boshimda xiyol qilib ketdim. Sizlar shunday o'ylab qolinglar. Endi nurg'un yillardan keyin Tangsin bu yer sunukungni tag'ining ostidan qutqizib chiqdi. Bunun shogird bo'lib, Nommakli safarni bulab mangandan keyin tun yurib, beliq bir bovayning uyiga keldi. Sunukung bu bovayni bir ko'rib tunib qoldi. Sen meni tunmadingmi? Aynili sen kichik vaqtingda taqi o'tin kasbiga chiqqan vaqtingizda mangaliq bir tal shapul uzib berganding. Men seni adil tunib qoldim, meni esimda. Ya'ni bu bovaymi qattiq xo'shibdi, oshmaymi shuga. Ya'ni bu azobdan qutulibdi deb. Shuning bilan o'sha vaqtingizda bu bovayning uyiga o'g'ir qaroqchilar keldi. Sunukung shu bir dona shaptulning ko'ngil qaydi uchun mushlarning hammasini o'ltirib oldi. Qarson sunukung tunji qitim odatdagi odamlarning o'ltirishimish asarda. Undan keyin bosh qolgan qaroqchilarning yana kelib bu bovayni keyin yana avar qilmasin deb Tangsinning qarishtirishiga Rulay Fozulni buni gunoh bo'ldi degan shu gaplarning hammasini bir chetga qayirib turib pulni qirib o'ltirib atdi. Mash bovayning keyingi amallik uchun qiladi mash ishni. Ya'ni mush bovayning kichik vaqt bergan shu birdan yov shaptulning ko'ngilda ajoyib bir javob qaytug'usi bor. Mushundaq cho'ng javob qaytardi. Shuning uchun bu sunukungni biz yoqtiramiz. Butun asarga qarsak, sunukunglar bu asarda haqiqiy haqqoniyatchi, haqiqiy adolatparvar. Balki Tangsinga o'xshash og'zil deb qo'ymaydi. Voy bu satva undaq qilibdi, fo'zil mandaq qilib deb qo'ymaydi. Chuqur hal qiladi shu ishni sunukung. Shunda emasmi? Masalan, funksiyon oymoqqa kelgan vaqtga ko'rinishni o'ylab baqiling. Tangsin nima dedi? Voy bu undaq qilmasin bo'pti-ku. Voy bu yer yomg'ir yog'sin bo'pti-ku deb tilab qo'ydi xolos. Ajdar shochi voyalik yo'qlang bir bahona sabablarni ko'z Yo'rin sultonning farmoni bo'lmaydi deb ketdi. Erishik chiqqan teliq 4 malaika avliyo kimmi? Yeni shu Yo'rin sultonning gapini qildi. Demak, bu vaqtimizda qarsak butun avliyolar bu ishni haqiqiy hal qilmagan hammasi biladi. Lekin shuncha yillarda yaqin hech kim hal qilib baxmagan. Sunukung necha qatim chiqdi, milon sariga berib bularni o't ko'ydirib baxti, jubajina chiqib yegizib baxti, hal qilamadi. Eng oxirida erishni yeni bir qatim malman qilib tas qildi. Haliq bo'ron chiqirib ayni vaqtda erishni malman qilib burg'an jazosi yesidi. Babamsa 500 yillik tag'osiga bostirilgan. Biroq shularning hammasini unutib ketib turib, bu ishni haqiqiy hal qildi. Yo'rin sultonning oxirida xatoligini tunib bo'pti deb nishadi. Yomg'ir yog'di o'g'izdi, aytar shog'i deb. Endi sunukungning Tangsin bilan bo'lgan gaplarga qarasaqmi, sunukungning har bir gapining asosi bor. Sunukung Tangsinga qaraganda bakarak
haqiqatni tunuydi, haqiqatni tushundi. Gap so'ziga qarab eqinglar. Har qitim tangsing his qilmaganda Sunukun naq gapni deb his qildirib qo'ydi o'shunga. Endi yana nurg'unlar deydi Sunukun bu asarda ayollarga o'sh, nemish Sunukun ayollarga o'sh u bu deb. Amaliyat qilsak Sunukun ayollarni qizlarni haqiqiy kuyunidi, haqiqiy hurmat qiladi, haqiqiy yaxshi ko'rdi. Endi qizlarning hammasi xuddi Jubajidek shafaq bo'lsa kerak, amra Jubajidek yaxshi ko'rsa, uni keyin bu yerda Tangsungdekchu, Tangsungdek balak ayol kishi ozmisa deb o'ylab kutdi. Biroq mening nazarimda qarsam Sunukun haqiqiy yoqtirdi. Haqiqiy hurmat qiladi ayol kishini qizlarni. Masalan, Shalivo Qarapaqli. Eliq ras malika o'zini ko'lga tashlab olgan vaqtning o'zida Sunukun buni qutuldirib oldi. Qutuldirib bo'lgandan keyin navoda asl turqida bo'lgan bo'lsa, bu qizlar qo'rqib ketdi. Biroq Sunukun bu vaqtda bu qizga bir onaning mehri lozim deganini o'ylab tushunib yetib, darhol bir mehribon onaning bir mo'mayning siyoqiga kirib, bu qizlarni qutuldirib qoladi. Ko'ngliga yaxshi nasihatlarni berdi, yaxshi gaplarni qilib, bu qizlarning ko'nglini eritib, oxirida shu podsho otasining uqmaydiganligini, haqiqiy yaxshi ko'rganligini bildirdi. Shuning bilan bu rasmalika hayot qoldi. Yana keyingi g'arbki davlatga kelib, Jinshin og'chini qutqizgan vaqt qarab eqinglar. Haliq bir karkida olvasi chiqdi shu vaqtning o'zida. Jinshin og'chini qutqizgan vaqtning o'zida boshda bu kichik oltiga o'zgarib keldi. Ya'ni bu vaqtda Jinshin og'chini yana qo'rqib qo'ymaslik. Keyin buni bu yerdan qutuldirib, akagandan keyingi ko'rinish qarsanglar, podsho bilan ko'rishgan vaqtning o'zida bu Jinshin og'chining qo'lida haliq tikanlar bor. Podsho tutgandan keyin buni tikanlar sanjilib ketdi. Amaliyotda Sunukun mush tikanni boshqalar evitalaydi. Lekin ammay mishay kelgandan keyin podshomi bir sanjilg'ini his qilsin deb, onun keyindan haliq avliyo kelgan og'zibotdi. Nimishqa mashina qildi o'ylab baqdinglarmi? Chunki bu ayolning pokligini saqlab qilish. Alvasning qishida 3 yildak turdi. Bu ayolning yana pok ekanligini isbotlab berish uchun shuncha haqning oldida. Chunki Sunukun biladi, ayol kishi bu podshoning oldida o'zining pokligini saqlab qolamasa, haqiqiy isbotlab bermasa shuncha haqning oldida. Buni hayot qog'inining qilchi ahmiyati yo'q. Xuddi Chingizxonning filmida bo'rda, marketlar bo'lib ketgan vaqtning o'zida bir yildan keyin yenib keladi, Juchini tug'ib qo'yadi. Shuningla bu bir umr qanday bo'ladi? Bular o'lib ketkicha Juchi qorinib chatqa qilib ballarning o'ttirsin ixtilof bo'lib bir umr ochiq yurdi. Sunukun mushundaq bir ishni alli burun his qilib bo'lgan. Endi bu quldigilik tikanlarni baldur evitib kelib bu hikoyani deb bersa, podshoning ishini shundatayın. Kishiga shundaq narsa. Shunami? Ko'ngilda bir g'uva bir narsa gumon paydo bo'lib qoldi. Onun için bu oradaki qolganlarmi bu vaqt gap tepishi mumkin. Bu xonishning kaynidan xonish yuzini ko'tarib yurolmaydi. Shuning uchun Sunukun bu haqiqatni alli burun tushunib bo'lgan, his qilib bo'lgan. Shuning uchun matikallarni baldur ammay mayada podshoh vas sanjilgandan keyin anondikin hikoyani deb berdi. Anondikin elaq avliyo kelib buni akatdi. Ko'ringlarmi Sunukunning ayol kishini qizlarni haqiqiy hurmat qilgani ma'lum. Haqiqiy yaxshi ko'rgashga manda qo'yadi. Shuning uchun biz bu yerga Sunukunni shunchalik yoqtiramiz. Onun uchun bu Sunukunning 70 xil o'zgarish martuva, Jindo Yunsuva, Ruyi Jingubang to'qmig'i va erishni malman qilgan. Shuning uchun Sunukun bizning ko'nglimizdagi bir Chouji Yingshun darajadan tashqari bir qahramonimiz. Bir 80-90-yillarning taki DC'ning Shaparang palvon, Chaurin Marvel'ninki Gantiye Shavimchi palvon, Jinganglang Mego Dujang chiqcha bizning ko'nglimizdagi Chouji Yingshunimiz shu Sunukun'di. Shuning uchun shuncha ko'p sahib jamoalar chiqadigan bu asarda biz hammadan bak Sunukun qaraymiz, hammadan bak Sunukunni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun rast yolg'on Sunukunning voqeasidimi, o'lib ketgan rast Sunukun desa bizning ko'nglimiz yerim bo'lgan. Unda olsam shartki rast yolg'on Sunukun voqeasini men yana bir qatim tafsili hamma ehtimollikni nazarda tutib bir qatim so'zlab berishni xiyol qildim. Nurg'un yong'funsolar so'rab ketganlik uchun mushmazmuni anglashni xohlamsizlar. Anglashni xohlaydiganlar anglashni xohlayman. Woshang King yoki Jinjang Meihu Wang deb pingni qilib qo'yinglar. Shu pinglarga asosan keyingi son so'zlayman. Mu so'zlayman, mu deganni bekitaylik. Rahmat.